Iloningizda to'g'ri harakatlanishni bilmasangiz, pravani orzu ham qilmang. Birinchi iloningizga kiriladi va mana hozir to'g'riga qarab ketayotganimizda bizani kapotimiz chizig'i yopib boryapti. Ohista rulni chapga qarab buraverasiz. Ko'p emas, oxirigacha emas. Ozgina burib ketilaveriladi. Endi bokovoyimiz keldi. Mana bu chiqib turgan do'ngaligiga biza endi o'zgardi. Bizning yo'nalishimiz o'ngga qarab ketyapti yo'nalishimiz. Ozgina o'ngga burib ketaverasiz. Sekin yarimta tseplenyani ushlagan holda mana endi hozir kapotimiz bekitdi. Mana bu oq chiziqni siz bitta rulingizni to'g'rilab, bo'tdan bo'lsa mana ruchka keldi, ro'parasiga va bokovoyimiz keldi. Oq chiziq ro'parasiga oxirigacha burgan holda chiqamiz. Shunda bizni mana o'ng bizani bokovoydan kuzatayotganimizda hech qayerda bosmasdan juda ham akkuratni chiqdik. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.